Seni sog'inaman bolam. Har birining ichida bir hayot, har birining ko'zlarida bir hikoya. Bu hikoya Amerika orzusidagi Hasanboy haqida. Ona, qarang, mana shu traklar butun Amerikani tashiydi. Men ham bir kun shunday trak haydayman. Hasanboy, yana o'sha videolarmi? Nonushtang sovyapti bolam. Ona, ko'rasiz, men bir kun Amerikada trak haydayman. Avval nonushtangni ye, keyin Amerika. O'sha erta tongda ona bilmasdi o'g'li jiddiy ekanini. Bolam, ehtiyot bo'l. Har kuni qo'ng'iroq qil. Xo'p, ona, va'da beraman. Seni sog'inaman bolam. Meksika, Sonora cho'li, quyosh ayovsiz, Hasanboy yolg'iz, chemodan og'ir, suv yo'q. Qo'rqma Hasanboy. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen kuchlisan. U ko'p narsani yo'qotdi, ammo oxiri Amerika devori oldida turardi. Bir qadam qoldi. Onamning ishonchini oqlashim kerak. Hasanboy nihoyat manziliga yetgandi va pastda uning orzulari turardi. Mana shu men xohlagan joy. Ona, ko'ryapsizmi? Keyin esa haqiqiy sinov boshlandi. Kechalari CDL kitoblari, uyqu esa endi orzu edi. Oldim, ona, oldim. CDL oldim, ona. Eshityapsizmi? Sizning o'g'lingiz endi haydovchi. Siz hamma narsa yaxshi bo'ladi degandingiz. Va siz haq edingiz, ona. Har doim haq bo'lgansiz. Keyingi qismlarda Hasanboyning Amerika yo'llaridagi og'ir sinovlari va haqiqiy trak haydovchisi hayoti sizni kutadi.